Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilar va kuzatuvchilari. Bugun 30-aprel 2026-yil. Ish kunimiz nihoyasiga yetdi bugungisi. Endi sizlarga bugun chiqqan bloklar va qurgan bloklar bilan tanishtiramiz. Bizda yangilik bor. Shu yangilikni ham sizlar bilan baham ko'rmoqchi bo'lib video qilyapman. Bugun chiqqan bloklarimiz. Ko'rishlaringiz mumkin burchaklarni ham. Juda yaxshi chiqyapti bloklar. Qurgan bloklarimiz bor, kimga kerak bo'lsa. Juda ham qattiq sifatli bloklar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Joydagi narxi 13 ming so'm. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida ishlab chiqaryapmiz. Endi yuqoridan ko'rsatyapman bloklarni. Sifatiga garantiya beramiz. Bloklarimiz juda ham sifatli. Yomg'irga erib ketmaydigan, ustida yuk tushganda ezilib ketmaydigan bloklarimiz. Mahsulotlarni ekron qilmagan holda solamiz, qo'shamiz. Sementlarni ham me'yor darajasida qo'shib 500 marka sementdan ishlatamiz. Gipslarimiz ham Buxoro kogonning eng sifatli gipslaridan. Boshqa gipslarga, boshqa joydagi gipslarga qaraganda to'g'risi 10 so'm 20 so'm qimmat gips. Lekin sifati yaxshi bo'lgani uchun puliga qaramasdan xarid qilyapmiz. Bu yoqda tombalik tinchlik bloklar. Bu bloklarimizni G'uzor tumani bo'yicha mendan boshqa hech kim chiqarmaydi, to'g'risi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Juda ham budjetli variant. Va yana bizda har doimgidek latoglik bloklar. Xullas bloklarimiz bizda polni komplekt hammasidan bor. Kimga kerak bo'lsa apalovkasiz, qolipsiz bemalol uy ko'tarsa bo'ladi. Regl sesmalarga bemalol apalovka shart emas, blokimizni o'zidan terib ko'taraverasizlar. Joydagi narxi 13 ming so'm yuklab beramiz. Qo'shni viloyatlarga, qo'shni tumanlarga ham dastavkalarimiz bor kelishilgan holda. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Kimga qancha kerak bo'lsa zakaz berasizlar. Buyurtma asosida ham bloklar chiqarib beraveramiz. Ya'ni kim misol uchun kimgadir menga juda ham zo'ridan bo'lsin, sement ko'proq qo'shilsin, bir barobar ko'p qo'shilsin deydiganlar bor. Yana kimdir sal arzonroq qilib chiqarib bersa, arzonroq qilib chiqarib beramiz, lekin garantiya bermaymiz arzoniga. Chunki arzonni sho'rvasi o'zi tatmagan eskitda ham. Shuning uchun zakaz qilaverasizlar. Bizda yana yangilik deganim mana bu blokni kecha chiqardik biz. Ko'rishlaringiz mumkin blokni. Mana yaqindan ko'rsatyapman. Qum qo'shib chiqarib ko'rdim, to'g'risi. Qiziqdim o'zim ham ustalarimiz sinab ko'raylik deyishdi. Lekin rosa qattiq zo'r chiqdi, og'irgina chiqdi blogimiz. Normadan kamaytirmagan holda qo'shimcha qildik qumni biz, to'g'risi. Qanchadan nima qildi bilmayman, bir где-то 3 kilodan qum qo'shildi shekilli, elangan qumni elab qo'shdim. Qani ko'ramiz. Bu yaxshi qurgandan keyin где-то bir 2-3 kundan keyin yaxshi quriydi bu. Yana video qilaman. Ko'ramiz bloklarimizni. Balki kesib ham ko'rarmiz. Qanday sostaniyada kesiladi, qanday bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, xuddi mana shu bloklardan ham zakaz qilishlaringiz mumkin. Qum qo'shib ham chiqarib beramiz. Bloklarimiz sifati zo'r, garantiyali bloklar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bloklarimizni juda yaxshi afzal taraflari vahmak, termit yeyolmaydigan blok. Shu uchun ham ko'pchilik joyda vahmakdan, termitdan aziyat chekkanlar bor. O'shanday joylarga bloklarimiz juda ham zo'r.
mos keladi. Bloklarimiz sifati yaxshi. Vesi ham 15 plus 16 kilogramm chiqadigan bloklar. Sifatli blok xuddi mana shu kiloda chiqadi. 10 kilolik, 12 kilolik bloklar juda ham sifatli bo'lmaydi, to'g'risi. Agar menda emas, boshqa joydan oladigan bo'lsalaringiz ham o'sha kilosini taroziga qo'yib ko'ringlar blokni. Agar 14 kilodan kam bo'ladigan bo'lsa, u blokni men o'zim sifatli deb bilmayman. Chunki ustiga baribir nagruska qo'yasiz, to'sin qo'yasiz, o'sha to'sinlarni ko'taradigan darajada sifati bo'lmaydi bu bloklarda. Yomg'irga ham, namga ham menimcha dosh bera olmasa kerak bunday bloklar. Bizda mana shu bloklar o'tgan yilki bloklar mana turibdi. O't ichida 1 metr o't ichida o'tlar qurib, sal nima ko'rinib qoldi tagi. 1 metr o't ichida edi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, taglari loy bo'layotibdi. Suv ichiga ham qolgan, agarot ichiga, ustidan ham yomg'ir urgan, latoglik blok mana o'zi 5-6 sm uni stenasi. Hech narsa qilmagan bloklar. Erib ham ketmagan, yo'q ham bo'lib ketmagan. Toshday qattiq bloklar. Toshday qattiq. Samarez ushlaydi, ha. Shu savolni ko'pchilik beradi, samarez ushlaydimi? Meni blogim samarez ushlaydi. Garantiya beraman, samarez meni blogim ushlaydi. Qotirib ham ko'rsataman. Xohlasalaringiz nimadir bir satl suvni osib ham ko'rsatishim mumkin. Keyingi videolarda blogimiz hozir yaxshi qurisin. Keyingi videolarda bir satl suvni osib ham ko'rsataman. Mana shunday 500 marka sementdan chiqaryapmiz. Mana bunday oliy navli gipsdan chiqaryapmiz. Mana sementlarimiz 500 marka sement. Sifatlisidan oldin 400 markadan chiqarardik, hozir 500 markadan chiqaryapmiz. Keyin bizda gips kimgadir kerak bo'lsa, 50 qopdan ko'p bo'lsa, gipsda ham sotuvi bor bizda. Faqat 50 qopdan ko'p bo'lsa. 50 qopdan kam bo'lsa, shartmas bezdo qilyotmaylar. 50 qopdan ko'p, 100, 200 qop kimgadir kerak bo'lsa, gips bo'lsa ham sotamiz. Keyin bizda penalonboz xizmati ham bor. Hozir juda ham urfga kirgan, tashvishsiz. Oldingiday loyboz, hasharga odam chaqir, usta ishlat, 10 talab, 15 talab bunday narsa yo'q. Uyingizdan uyigasi suv beradi, tok beradi. Bittagina shu rezitkachani ko'rsatib qo'yadi. O'dinitilni ham o'zimiz olib boramiz. Bitta rezitkachani ko'rsatib qo'yadi. Keyin suv bersa bo'ldi. Chunki suv olib borish imkoniyati sal qiyinroq bo'lganligi uchun. Qolgan hamma narsani, hamma mahsulotlarni, sement bo'lsin, pena bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasini gips bo'lsin o'zimiz olib borib, o'zimizni ishchilarimiz bilan borib, brigadamiz bilan quyib berib kelamiz. Uy egasi shu vassalarni qo'yib bersa bo'ldi. Qolganini lattasini olib beradi, bo'ldi. Qolganini o'zimiz quyib berib kelamiz. 10 sm mi, 8 sm mi, 5 sm mi, qancha bo'lsa quyib berib kelamiz. Ekranda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilsalaringiz narxini ham kelishib olamiz. 45 ming so'mdan quyishyapti ekan, vodiydan kelib quyishyapti ekan, 5 sm-ligini. Biz ham quyib beramiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Juda ham zo'r, tashvishsiz. 100 kvadratlarni 2 kishi borib bir kunda quyib berib keladi. 2-3 kishi borib bogiday obed qilish kerak, ovqat qilish kerak. Ustalarga unday narsa yo'q. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. G'uzor bo'ylab xizmat qilamiz. Agar kattaroq ob'yom bo'lsa, qo'shni tumanlarga ham borishimiz mumkin, faqat ob'yomimiz kattaroq bo'lishi kerak u uchun. Murojaat qilaverasizlar. Telefonlarimiz 724 ishlaydi. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani, qo'shni viloyat, qo'shni tumanlarga ham xizmat ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.